Akalar, ayamga dori olmoqchi edim. Shunga 10 ming so'm beringlar. 10 ming so'm? Ayang qanaqa kasal u 10 ming so'mga tuzaladigan? Shunga ham surishtirasanmi? 10 ming deyapti, aka. To'xta. Ehson qilyapsanmi? Joyini surishtirib qo'yish kerak. Haqiqiy kerakli insonga berish kerak. Hozir bunaqalar ko'payib ketgan. Ayang qada? Uyda. Yurchi. Ne qarang, xon? Mana haqiqatda buyrak yetishmovchiligidan og'rigan ekan. Aldamabdi, to'g'ri aytibdi. Kasal ekan bola. Bu doktor yozib bergan nazrachani qog'ozlari bilan bu dorilarni solishtirish kerak-da. Qo'shimcha berib yuboramiz undan keyin. To'xta. Hozir shunaqa firibgarlar ko'payib ketgan. Ehson qilyapsanmi? Surishtirib qo'yish kerak. O'zidan o'zi berib yubormaydi. Qaysi doktor yozib bergan edi? Haqiqatan ham bu ukamizni onalari 2 yildan beri buyrak xastaligi bo'yicha og'riydi. Retseptlarini o'zim yozib berganman. Aytdi u senga aldamagan dedim ishondim. Surishtirib qo'yganimiz yaxshi bo'ldi-da. Hozir nima ko'p, aldaydiganlar ko'p. Seni puling bema'ni ketmasin deb. Xo'shmi? Rahmat doktor. Mana ukam, onangga dori olasan. Rahmat akalar. Katta yordam berdinglar. O'z dadam ham Rossiyada, hujjatlari ham joyida emas, kelgani ham qiynalyapti. Rossiyada qaytarib qo'ydi. Nimaga qaytaradi? Ha, nima? Surishtirib qo'yish kerak-da, rostdan qiynalmayaptimi? Billah. Yegan oshing zaharmidi? Topsang ushaq gavharmidi?